Assalomu alaykum tek mikrofon ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari. Efirda yana men Samsung hamda do'stim iPhone. Bugun sizlar bilan qiziqarli ko'rinishda yoshlikka qaytamiz. Operator qani videoni qo'y. Bu multfilmni o'zi bo'lmasa ham musiqasidan tomoshabinlar bittada bildi nima haqidaligini. Bu ham juda ham qiziq multfilmlardan biri edi. Juda ajoyib edi. Kombayn kelib rosa quvlarda o'zi ham borivoyni. Qaysi multfilm ekanini kommentariyada yozib keting, biz esa keyingi videoga o'tamiz. It's the first day of autumn. A time of hot chocolatey mornings and toasty marshmallow evenings, and best of all, leaping into lean. Bu multfilmni ko'rganlar hozir necha yoshda ekana? Ha, aytma, juda qiziq davrlar bo'lgan. Ayniqsa bu ayiq polvon rosa asal qidirardi, keyin asalari ham talardi. Shundan keyin chiqdi-yu holigi maqolmidi, nima? Ayiq asal yoladi, asalari toladi. Aziz tomoshabinlar, bugun faqat shu ikkitasini ko'rdik, lekin yoshlikni eslatadiganlari qancha? Sizlar yana qaysilarini bilasizlar? Javobingizni kommentariyada kutaman. Bugungi ko'rsatuvimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'linglar.